Assalomu alaykum. Bugun Termiz tuman namuna go'shti yonida joylashgan kompaktli hovlimizni ko'rsatib o'tamiz. Hovlimiz 10 sotix, 7 xonadan iborat. Undan tashqari yana 5 sotiqga 5 xonali uy uchun fundament tashlangan. Uyimizga kirganda chap qo'lda tapchan qo'yilgan. Ikkita tapchani bor. Uyimizning jihozlari kelishuviga qarab qoladi. Bu yerda ikkita xona. Chap qo'lda birinchi kattalar uchun yotoqxonasi, ichida o'zini sanuzillari bilan. Bu yerda ikkinchi mehmonxona qismimiz. Uyimizda gaz, suv, svetdan, internetdan umuman problemasi yo'q. Uyimizning uchinchi xonasi. Bu yerda ham yana bitta mehmonxona. Va keyingi ikkita xonasi. Bu yerda o'zlaringiz uchun moslab, xohlasanglar detiske, xohlasanglar yana boshqa plan bilan bemalol ta'mirlab olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar shu sharoitda ham yashasanglar bo'ladi. Bu yerda yana ikkita xonamiz. Kirganda chap qo'lda birinchi xona, to'g'ri 6-xona, ichida o'zini dushovoylari bilan. Va bu tomonda spalni xonamiz. Uyimizda uy bekalari uchun eng sevimli joy oshxona qismimiz. Ixcham va shinam qilib qo'yilgan. Bu yerda hovlimizdagi xladovka qismi. Bu yerda ham juda keng banka qo'yishlar yoki qo'shimcha narsa qo'yishlar uchun. Bu yerda yozgi oshxona uchun joy qilingan. O'zingizlarga moslab o'choq tandir qo'yib olasizlar. Bu yerda esa hojatxonamiz. Uyimizda yana bitta plus tomoni, bu tomoni o'rtadan 5 sotiq qilib bo'lib, bu tomon 5 sotiqga yana 5 xonali fundament tashlangan. Ikkita aka-uka yoki yaqin og'aynilar olib, bemalol yonma-yon uy qilib yashasa bo'ladi. Xo'p, uyimizning bu tomonida bitta hojatxona va banya qismi bor. Hali remontlari yaxshi bitmaganligi uchun ko'rsatib o'tirmadik. Endi hovlimizning eng asosiy va shirin joyi narxga keladigan bo'lsak, $130,000 yana kami bor deb qo'yilmoqda. Yana past nomer qoldirib o'tamiz. Bemalol o'sha nomerlarga bog'lanib, ma'lumot olib kelib ko'rishinglar mumkin. Yana bir qo'shimcha ma'lumot, agar uncha pulim yo'q deydiganlar uchun 5 sotiqdan alohida qilib sotiladi. Mana fundament quyilgan joyimizning o'ziga $30,000 so'ralmoqda. Yana kelishsa bo'ladi. Bu tomonimizga 105,000 aytilyapti, agar bo'lib olingan holatdagina. Bo'ldimi?